Lekin hurmatli kanalimiz a'zolari, Jalolov servis sohonasida xudo xolasa yengil ishlar. Mana shu bufer endi ko'pchilikka qiziq, mana shuni ish pul bo'ladi. Mana shu ozgina chizilgan. Xo'p, 50 ming so'mlik kraska material ketadi, 200 ming so'm mehnatimiz bilan 250 ming so'mlik ish. Mana bu mashinchamiz mana bitta zadni bagajchasi yangi qo'yilib kraska bo'lyapti. Xudo xolasa kraskani endi sepamiz. Mana oq bagajda olib kelganmiz, prosta rangi tushmaydi. Tiniq, lekin tiniq bagajcha. Tayyorlab qo'ydik. Mana bu bagajimizga ham kraska materialiga 200 ming so'm ketadi. Mehnati xo'p, sepib, ustanovka qilib qo'yib berishi bilan 600 ming so'm bo'ladi o'pshi. Endi narxlar bilan prosta tanishtirib ketyapmiz. Siz Jalolov servis kanalini kuzatasiz, biz kuzatib boring. Xudo xolasa mana hozir yangi ram olib kelganmiz, ko'zib ketaveryapmiz, ishimiz ketyapti. Mana bu joyda mana shu lasettimizga olib kelgan. Lasetni jentra qilib, yangi ko'zib ketaverib, ramaq toqsa qanchaga tushish haqida, ya'ni rangini qora qilsa qanchaga tushish haqida chiroyli video qilib beramiz. Bu yerda 2024-25 25-yilda qo'ygan kobaltimiz bor. Mana shu joyi kraska bo'lib, oldidan yengil DTP bo'lgan. Mana shunga qancha rasxod ketadi deganlarga mana kirlochasi shu joyi bo'lyapti. Oldi selektorchasi, dugachasi kraska bo'lyapti. Xo'p, mana shu ishimizga kelayotgan bo'lsak, mana shu ishimiz mehnat haqqi 3 million bo'lyapti. Kraska materialiga mayda-chuyda narsasiga 3 million ketyapti. 6 million so'm bilan oldi qismida yengil tegsa 6 million ketadi. Nevachamiz xudo xolasa kraskadan chiqqan o'sha. Mana bu jentrani olib qo'yganmiz. Bilasizmi, buni videosi chiqqan. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib beramiz. Buni ham rasxodlarni aytib, chiroyli qilib ketamiz. Hozir bitta BYD avtomashinasini olib kelganmiz. Xudo xolasa shu mashinamiz deb ustini olib qo'yibmiz. Buni ham oldi qismida o'rilgan. Qancha rasxod ketishi haqida. Nexus 3'imiz bor mana, idamazimiz bor. Biz kuzatib boring. Shunaqa qattiq o'lgan, yonib ketgan DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, fabrikangizda olib qadayamiz bor. Biz kuzatib boring, siz Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz.